Video davomida bizga 10 yillik tajribaga ega bo'lgan doktor Lochinbek aka A-silikonlardan foydalangan holda qolip olish jarayonini ko'rsatib beradilar. Implantdan qolip olish jarayonida imенно dentmetdan olingan implant tray degan ложкаlarni ishlatamiz. Ularning afzallik tarafi nimadaki, kesish shart emas. Ya'ni bu yerda har bitta naqasi bloki yechiladigan bo'ladi. Mana tayyor. Transferlarimiz o'sha biz olib tashlagan bloklarimiz orqali chiqdi va bemalol biz qolip olishimiz mumkin. Ложкamiz tayyor. Qolip olish jarayoniga o'tamiz. Qolip olishda основной men ishlatadigan slепочный material Zermatt Elite HD Plus. Ishlatishga juda ham qulay. Uning afzalliklari shu imенно dentmetdan zakaz qilganmiz. Baraka topishsin bolalar juda ham tez, aktiv olib berishadi. Telefon qilgan zahoti yarim soat, 1 soat ichida qo'limizda bo'ladi. Afzallik taraflari shunday. Bundan oldin juda ham ko'p slепочный materiallarni ishlatib ko'rganmiz. A-silikon immunni boshqa qolib qoladigan materiallarimiz bilan ishlolmadik yoki ularni tezroq qotib qoladi yoki sekinroq qotib qoladi. Bu Elite HD'da ishlash juda ham qulay. Uni konsistensiyasini bir xil aralashtirishga harakat qilishimiz kerak. Elite HD'ning ikkinchi sloyi, jiddiy sloyi. Doim bu materiallarni dentmetdan zakaz qilamiz. Baraka topsin, dastavchiklari ham, yetkazib beruvchilari ham ajoyib. Примерно 3 minut davomida qotadi. Nimasi yaxshiki, birinchi sloy ham, ikkinchi sloy ham одно momentni birga qotib boradi. Va qattiqlik darajasi ham juda ham yaxshi. Qolipni juda ham точно chiqarib beradi. Ishlatishga ham juda qulay. Обязательно assistent bilan ishlash kerak. Bunaqa paytda assistent birinchi sloyni qorib beradigan bo'lsa, ikkinchi sloyni vrach transferlarni atrofiga nanisenga qiladi. Mahsulotlarimiz sifatini ko'rdinglar. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.